Assalomu alaykum. Siz YouTube'dagi Topus TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Xabaringiz bor. Oxirgi paytda Xitoy hukumatı musulmonlarga nisbatan noinsoniylik harakatlarini, nohaqliklarni amalga oshirib, dini islom kitobi Qur'on bo'lgan, o'zbek, qirg'iz, qozoq va uyg'ur millatiga mansub bo'lgan dindoshlarimizga nisbatan o'z bosimlarini oshirib kelmoqda. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, internetda tarqalgan ma'lumotlarga qaraganda, muslima qizlarimizni Xitoy yigitlariga turmushiga chiqishga majburlashmoqda. Agar ularni yigit deb bo'lsa, albatta, marhamat o'zingiz guvohi bo'ling. Ha, qarang, majburiy nikohligi qizni ko'zidan ham ma'lum. Endi bir savol, agar bugun biz muslima qizlarimizni boshqalar majburlab bo'lsa-da, o'zlarining qilishlariga jim qarab tursak, bu kabi nohaqliklarni gapirishdan qo'rqsak, hammamiz och qornim tinch quloqim desak, unda ertaga bizlardan kim qoladi? Kim qoladi? Yoki ertangi avlodlarimiz masjidda imom emas, aksincha xitoyliklar bilan bab-barobar haykal yonida kalbosh bo'lib turmasligiga kim kaffolat bera oladi? Kaffolat bera oladi? Albatta hech kim. Yana bir tasdiqlanmagan ma'lumot. Xitoyda har bir musulmon xonadonida xohlagan Xitoy yotib qolishligi mumkin. Agar bunga ruxsat bermasa, xonadon egasining boshiga balolar yog'iladi. Biz bu ma'lumotni rost yoki yolg'onligini aniq ayta olmaymiz, ammo shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi. Hozirgi kunda Xitoyda bir necha million musulmon nohaqdan qamoqda yotibdi va bu kabi qamoqxonalarni yana qurishni davom ettirishmoqda. Xitoy hukumati esa buni tarbiyalash lageri deya bahona qilmoqda. E'tibor bering, tarbiyalash lageri deya bahona qilmoqda. Endi savol, qariyb 1400 yildan buyon oliy darajada tarbiyalanib kelayotgan islom atalmish bu din vakillari qanday qilib tarbiyasizlardan tarbiya olishligi mumkin? Axir bu ishtonsizdan ishton so'rash bilan barobar emasmi? Yoki qachon, qaysi davrda sog'lom insonlar ruhan nosog'lom bo'lgan kasallardan o'rnak olishgan ediki, islom yoshlari ularni lagerida tarbiya olsalar? Axir bizni ota-bobolarimiz hazar qilgan narsalarga ular havas ko'zi bilan qarasalar, ayb bizda emas-ku. O'zi nima xohlaydilar? Bizni yigitlar ham ularniki kabi xotinchalish latta bo'lishinimi yoki oti o'z qizini yigitlar ichiga tashlab berishinimi? Yo'q, aslo. Toki bu ummat bor ekan, bir-biri uchun jon berishga tayyor turadilar. Xoh u qirg'iz bo'lsin, xoh u o'zbek bo'lsin yoki qozoq, uyg'ur bo'lsin, buni farqi yo'q. Ular barchasi bir onaning qornidan tug'ilgan aka-uka kabidir va shundayligicha qoladilar. Biz bu ma'lumotimiz bilan kimlargadir nafrat uyg'otish maqsadida emas, aksincha davlatlararo bu narsaga chek qo'yishlarini so'raymiz. To'g'ri, tan olamiz, Xitoy bugungi kunda qudratli davlatga aylandi. Demak, birgina sizni yoki bizni davlatimizni so'zi o'tmaydi. Ammo barcha musulmon davlatlarning hukumati birlashib Xitoyga qarshi noroziliklarini bildirsalar, albatta Xitoy bo'yin egishga majbur bo'ladilar. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, Amerikani birgina fuqarosini Turkiya qamab qo'ygani uchun sanksiya e'lon qildi va Turkiya uni bo'shatishga majbur bo'ldi. Demak, Xitoy tovarlariga ham biznikilar boykot e'lon qilsalar, albatta o'z ta'sirini ko'rsatadi. To'g'ri, bu bizga ham moddiy tomonlama ziyon bo'lishligi mumkin, ammo hech qaysi g'alaba yo'qotishlarsiz amalga oshmaydi. Bugungi kunda yuzlab qirg'iz va qozoq birodarlarimiz, millionlab esa uyg'ur birodarlarimiz ko'zlarida yosh bilan bir necha marotaba yordam so'rab butun dunyoga bayonot tarqatishmoqda. Ammo butun dunyo jim, ko'zi ko'r, qulog'i kardek go'yo. Shundoq ekan bugun islom olami, ya'ni barcha musulmon davlatlarining hukumatlari birlashib chora ko'rishlari kerak. Agar biz mana shunday vaziyatda yelkama-yelka turib birlasha olmasak, bir-birimizga yordam bera olmasak, unda birodarligimizdan ne foyda? Unda do'stlik rishtalarini mustahkamlash kerak deya qog'ozlarga qo'yilayotgan qo'llardan ne foyda? Unda bizlar turkiy xalqimiz deya dunyoga bong urishimizdan ne foyda? Agar ko'zidan nohaqdan yosh to'kilayotgan go'daklarni va muslima ayollarni bu holatiga bizni o'qimishliklarimiz, Xitoyning ichki siyosati deya jim qarab tursalar, zulm ko'rayotganlar kechirsalar ham Alloh kechirmaydi. Shuni unutmasligimiz kerak. Biz albatta xalqaro qonun qoida asosida chora ko'rishlarini so'ramoqdamiz, deya mavzuni yakunlaymiz. Oddiy xalqdan ushbu zulm ko'rayotgan musulmonlar haqqiga duo qilishligini, hukumatimizdan esa ularga nisbatan norozilik notalarini yuborib bo'lsa ham tezroq chora ko'rib berishlarini so'raymiz. Albatta eski hunardan qo'ymasin deb bizga nisbatan chora ko'rib yubormasdan, aksincha ularga nisbatan ko'ringlar. Biz esa tilimiz bilan gapirgan va tarqatgan bayonotimizga boshimiz bilan javob berishga har doimgidek